Boshidanmi? Nima edi, xo'j qoldimi? Uyda o'tirgan ayollarni ham bahona qila olmaysizlar-ku. Bo'ldi. Men hozir shunaqa intervyu olaman. Men uyda o'tirib, men hech kimman, hech narsaman, hech kimga kerak emasman deb o'tirgan ayolam shunda o'rnidan turib ketib, bittada harakatni boshlaysizlar. Shu energiyani shuna bittada sug'urib olmoqchi bo'lsangiz, bu intervyuni ko'ring. Latofat bilan blogida hammasi har doim har xil va eng yangisi. Marhamat, Ma'mura. Assalomu alaykum. Yondiramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'zi umuman olganda men hamma ayollar muvaffaqiyatga erishishini xohlayman. Har qanaqa ayol kim bo'lishidan qat'iy nazar, u haqida yaxshi gap eshitsam, o'zim haqida eshitganda xursand bo'laman-da. Chunki u ayol kishi, uni yutug'i как бы meni yutug'im. Meni fikrimcha shunaqa. Har bir ayol prosta ayol emas-da. Alloh bizga shunaqa narsa bergan, qo'limizdan hamma narsa keladi. Hamma narsa keladi. Misol uchun aslida tan olishimiz kerak, erkak kishi kimgadir qaram bo'lishi mumkin. Chunki ovqatini tayyorlab berish kerak, kirini yuvib berish kerak yoki yoshligidan parvarish qilish kerak. Lekin ayollar unaqa emasmiz-da. Alloh bizga shunaqa narsa berganki, biz mustaqil yashay olamiz. Bizga o'zimizni bemalol o'zimiz eplay olamiz. O'shaning uchun qanaqadir tushkunlikka tushish, qo'limdan hech narsa kelmaydi deyish, bu ayollar uchun bu juda yaxshi narsa emas menimcha. Agar xohlasa hamma narsa qila oladi. Yuqorida suhbatda biz gaplashdik. Avval mana shu joyini men boya o'ylagandim-da, oldinroq aytmoqman. Mana shu joydan boshlab ketaylik. Mana uyda o'tiradigan ayollar juda injiq bo'lib qoladi-ku. Hamma joyni tozalashga, uni mana tozalab qo'ygandan keyin komfortini buzishsa jahli chiqib ketadi, boshqa qiladi. Bu, bilasizmi, juda katta foiz ayol tashkil qiladi va ularning dardida bu narsa. Keyin ular o'ylashadiki, men nevrozmanmi, men kasal bo'lib qolganmanmi yoki meni ruhiyatimda qanaqadir o'zgarish bor? Yo'q. Ruhiyatingizda hech qanaqa o'zgarish yo'q. Buni boshidan o'tkazgan ayollar sifatida aytib o'tamizki, sizda juda katta kuch bor. Faqat u kuch juda kichkina uy miqyosida qolib ketdi. Ana endi sizni kuchingiz ana uy miqyosida bo'lib torayib qoldingizmi, o'sha urilishni va tiqilishni boshlaydi. Ya'ni sizni o'zi juda kuchlisiz, chegaralaringiz ham mustahkam va siz o'sha kichkina uyda qolib ketganingizdan keyin o'sha chegarangizni kimdir mehmon keladimi, kimdir kiradimi, o chegara buzilgandan keyin o'sha sizda bunt boshlanadi. Va bilingki, o'sha Ma'mura boya aytib o'tganingizdek, zonani o'sha uyni nima deydi, kengaytirish, fokusni boshqa joyga qaratish, diqqat markazi o'zgartirib kattaroq o'zingizni kuchingizga loyiq joyiga chiqishingiz bilan u joyni gullatib, yashnatib yuborasiz-ku, mana bu joyda bilan ishingiz bo'lmay qoladi. Bu joyda svoboda boshlanadi. Buni oilaga qanaqa foydasi bor? Turmush o'rtoq tinch qo'yiladi, farzandlarga injiqlik, ularni bo'g'ish, ularni energetik bo'g'ib turish tinch qo'yiladi va ayol betni yashnatishni boshlaydi. Sizda bu qanaqa bo'lgan? O'sha boshidan boshlang, uyda o'tirgan holatingiz, qanaqa holatga kelib qoldingiz va uyda bo'g'ilib qisilishni boshlab chiqqaningizda nimalar o'zgardi sizda? Menimcha bu даже 100% o'zbek ayollariga xos. Ya'ni hammamiz turmushga chiqamiz. Turmushga chiqqandan keyin tabiiyki bizadagi asosiy narsa bu farzandli bo'lishda, birinchi o'chirtga oilani qo'yish, turmush o'rtoq yoki qaynona xizmati asosiy o'ringa o'tadi. Bu menimcha hammaga aloqador narsa. Lekin yillar o'tadi, oradan vaqt o'tgandan keyin, misol uchun 5 yil, 6 yil siz o'sha 2 ta yoki 3 ta farzandni onasisiz. Bir kun men o'zimdan kelib chiqsam, uyg'onganimda shu narsani tushundimki, men onaman, men kelinman, men qizman. Men ayolman yoki-da men rafiqaman, lekin o'zim menimni yo'qotib qo'yganim uchun. Ya'ni asosiy maqsadim ertalab turib kimgadir choy tayyorlash, kim uchundir ketgandan keyin yig'ishtirish, his qiling va o'zingizni eslashni boshlang. Asosiy narsa, asosiy fikrim kechqurunga nima ovqat qilish. Kun bo'yi o'ylaydigan mavzuyim o'zingga nima ovqat qilish kerak. Hammadan so'rab chiqaman, o'zing bilasan deyshadi, chunki ular ish bilan band, o'ylashga vaqti yo'q, o'zing bilasan. Men o'ylashim kerak, chiroyli mazali ovqat. Bu aslida baxt. Baxt tushunaman, bu baxt, lekin qaysidir momentda tushunar ekanmizki, bu o'zligimizni yo'qotib qo'yish. Lekin hamma narsada balans, chegara bo'lganida baxtni his qilasiz. Shunaqa. Me'yordan oshib ketganida tan olish kerak. Nima bo'ladi bilasizlarmi? Vaqt o'tgandan keyin atrofingizdagi odamlarga qiziqarsizroq bo'lib qolasiz. Qachondir inson o'zligini tanigandagina hammaga interesni bo'lar ekanda. Bo'lmasa oddiy. Bu shu ish qilish kerak, bu должен.
bo'lib oddiy inson bo'lib qolib ketasiz. Da. Keyin bir kun tushundimki, men o'zimni yo'qotib qo'yganimni tushundim. Meni qiziqishlarim, meni nima xohlashim, nima yegim kelayotgani, qayerga borgim kelayotgani, bular hammasi juda oxirgi o'rinlarga o'tib ketgan. Asosiy maqsadim faqatgina farzandlarim, turmush o'rtog'im, qaynona, qaynatam. Keyin menda yana shuni eng katta muammolardan biri, miya bo'sh bo'lgandan keyin har qanaqangi kichik muammolarni bizning miyamiz avtomatik ravishda kattalashtirib yurar ekan. Oddiy kimnidir gapirgan gapi, ertalab ishga ketguncha xo'jayingiz gapirgan gapi, u eshikdan chiqib ketib unutib yuboradi, lekin siz kun bo'yi o'ylaysiz o'sha mavzuni. Sabab nima? Chunki miyangiz bo'sh, hech narsa yo'q, o'ylaydigan narsangiz yo'q. O'sha gapni o'ylab, u kichkina gap bo'lgan, keyin o'tgan kungi gapini qo'shasiz, undan oldingi kunni gap qo'shib, mana shuncha muammo qilib qo'yasiz. Ikkita yo'l bor. Yo unutib ozgina o'tkazasiz, bo'lmasa kelgandan keyin yomon nastroyeniyada kutib olasiz, u yana ko'payaveradi. Aslida ko'payib ketaveradi. Shuni oxirida er-xotin muammosi, qaynota muammosi yomonlashib ketaverar ekan. Chunki qaynonangizga gapi ham ortiqchalik qilib qoladi, yoqmay qoladi. Balki ular to'g'ri ko'ngilda gapirishar, lekin siz uni to'g'ri qabul qila olmaysiz. Uni o'ylayverasiz va kattalashtirib yuboramiz. Shunaqa qilib bir kun tushunib yetdimki, men mayda-chuyda muammolar atrofida aylanib yurgan ekanman. Faqat muammoyim shu uy tozalash, ovqat qilish, kimnidir muomala qilish, bolalarim bu to'g'ri yaxshi bo'lishi mumkin, lekin hayotda boshqa maqsadlar ham bor-ku, to'g'rimi? Bundan kattaroq, bundan yaxshiroq, foydaliroq. Keyin o'zimni biznesimni boshlashga qaror qildim. Biznesimni boshlagandan keyin tushunib yetdimki, men hamma fokusimni biznesga qaratgandan keyin oilaviy muammolar hal bo'lib ketdi hammasi. Hammasi. Ovqat vaqtida, tozalik vaqtida. Chunki bu ishga uspet qilish uchun tezlashar ekansiz. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi, biz ayolmiz, tezlashamiz. Qaynonangizni qaysidir gapini o'tkazib yuborasiz. Kulib qo'yib, "Oyijon" deysiz, muammo hal, joyida to'xtaydi va siz u gapni o'ylashga vaqtingiz yo'q. Mana bunaqa deganmikin yoki mana bunaqa deganmikinlar, balki unaqaga vaqtingiz bo'lmaydi. Turmush o'rtog'ingiz bilan ham ertalab ishga ketyapti, muhimi chiroyli kuzatib borishingiz bo'lib qolar ekan. Chunki yo'q ishingiz bor sizni. Sizni boshqa ishlaringiz bor. Chiroyli kuzatib borasiz, kelgandan keyin ham tez ovqatlarini qilib, chiroyli kutib olishni xohlaysiz. Muammo bo'lmasin, ortiqcha gap so'z bo'lmasin, men ishimni bemalol qilaydigan fikr bo'lar ekanda, bu avtomatik ravishda uydagi muammolaringiz hal bo'lishiga sabab bo'lar ekan. Keyinchalik ayol kishi qo'liga pul tushgandan keyin hamma narsa sekin asta o'zgarishni boshlarkan. Unda energiya, unda xursandchilik o'zgaradi, o'ziga bo'lgan ishonch o'zgargandan keyin qarabsizki, qaynotangizni, xo'jayiningizni sizga bo'lgan munosabati ham o'zgarar ekan. Chunki o'ziga ishongan odamga boshqalar ham ishonishni boshlaydi-da. Bolalaringiz uchun ham, ayol kishi uchun eng katta baxt nima bilasizmi? Ayol kishi uchun ko'chaga chiqqan paytingiz bolangiz nimadir olib ber deganda o'shani olib bera olish. U 10 ming so'm narsa bo'lishi mumkin. 10 ming u qimmat emas. Pulim yo'q, jim o'tiramas, ma deb olib berish, men o'zim shundan vaqt ko'rganman. Oddiy. Aslida juda katta narsa emas-da bu narsa. Keyinchalik o'zim o'sha ish faoliyatimni boshladim. Karantin paytida imенно rivojlanib ketdi ishim. Ishlarim juda ham ko'payib ketdi. Aynan o'shani ayting, qancha summadan boshladingiz? Xullas, o'sha paytda imенно men o'zligimni yo'qotib qo'ygan vaqtimda, hatto o'shanda bilmasdim, Telegramda gruppalar bor ekan. Telegramda onlayn shop gruppalar bor ekan. Men bilmasdim, qiziqib ko'rdim. Kirib ko'rdim. To'g'risini aytsam, birinchi oddiy gruppa ochib ko'rdim. Klientlarga sotmoqchi bo'ldim. Lekin meni qo'limdan kelmadi bu narsa boshida. Nimaga kelmadi? Birinchi o'chiratda oddiy klientlar bilan ishlash ozgina muammo, chunki vaqtida olishmaydi yoki pul muammosi bo'ladi, ularda yoki qaynonamga yoqdi, qaynotamga yoqmadi degan gaplar bo'ladi, har xil muammolar bo'ladi. Lekin menda o'shanda Turkiyada opti magazinlarni, skladlarni nomerlari bor edi. Men o'ylab qoldim, men nima qila olayman? Va shunda fikr paydo bo'ldi, men sotuvchilarga sotsamchi degan. Optim olib kelib sotishim mumkin-ku, menda chunki birinchi qo'lda olib kela olaman. Klientga sota olmasam, demak sotuvchiga sota olaman degan fikr paydo bo'ldi va o'shandan keyin onlayn unda hattoki ishonch ham yuqoriroq bo'ladi-da. Shunaqa. Ya'ni bitta ishni qila olmadingizmi, men qila olmayman emas, balki uni boshqacha usulda qilib ko'rish kerakdir degan fikr paydo bo'lishi kerak-da. Bo'ldi, bu yig'ishtirish, bu orqaga chekinish, bu xato. Demak, boshqacha usulda sinab ko'rish kerak. Keyin men optim sotishga harakat qilib ko'rdim. Alhamdulillah o'xshadi. Karantin paytida bu ish juda ham rivojlanib ketdi. Boshida aytaman, birinchi kelgan kargoim $50 bo'lgan. Bundan 7 yil, 8 yil avval, endi karantindan oldingi paytlar bu. $50 bo'lgan, lekin menda o'sha pul bo'lmagan. Bitta yo'lim qarz olish bo'lgan, lekin aniqki meni klientlarim tayyor bo'lgan, oladigan odamlar tayyor bo'lgan. Kelgandan keyin 2-3 kunda men pulimni yetishimga ishonganman. $50 qarz olganman. Qarz olib klientga
tarqatib bo'lib, pulini o'sha odamga qaytarib berganman. Shunaqa qilib, sekin-sekin har kelganda kargodash qarz oladigan paytlarim bo'lardi. Boshida umuman ishlatmaganman, foydamni, hech bir foydam borligini ham bilmasdim. Uydagilar ishonishmagan. Qaynotamda shubha bo'lgan ishimga nisbatan aldab ketishadi, moshenniklar bo'ladi, bunaqa ish normal emas. Hozir men buni ular gapirib bo'lsalar, buni psixologik sababini aytib beraman, bu qo'rquvlarni. Keyin men demak, u yerda qilolmasligimni tushunganman. Qilolmasligimni tushunganimdan keyin onamlarni uyda olib borib qilganman. Onam uyga kargo kelardi. Baribir to'xtamagan. Onam uyga kargo kelardi, onam uyga ishonsangiz orada tez borganimda, men borganimda onam bilan gaplashmasdim. Faqat mollarimni sortirovka qilish, tortish, klientlarga yozish bilan shug'ullanardim. Malatsiya. Keyin chalik pulim ham onamda turardi. Kargo kelganda ham, klientga berayotganda ham men hech bir pulim borligini bilmasdim. Nech pulim bor, qancha oborotimda aylanyapti, nech pul kelyapti. Onam yetmasa kerak bo'lsa, xolamdan kimdan bo'lsa ham topib kargoga olardilar. Qarz olib turib. Keyin shu bilan karantin bo'lib, karantin payti men onamnikiga borishim qiyin bo'lib qoldi. Bilsanglar, hamma yo'llar yopildi. O'shanda meni qanday ruxsat berishdi, uyga olib kelib qiling deyishdi. Mayli, chunki uje unda meni kamida $1000 oborotim bor payt bo'lgan. Uyga olib keldim, uyda qilishni boshladim. Bitta kargo kelganda 50-60 talab korobka kelgan paytlar bo'lgan. Uyim to'lib ketardi, hamma yoq kechasi bilan mol taxlab chiqishga to'g'ri kelardi. Xullas, men o'sha kichkinagina bo'ladimi, bo'lmaydimi degan ishim, men 9 dan 5 gacha ishlaydigan odamdan ko'ra ko'proq daromad olib kirardi menga. Shkatulkam bo'lardi, ichi to'la pul bo'lardi. Pulimni sanog'ini bilmasdim. Даже banklar pul almashtirib berish xohlamasdi dollarga, chunki limitidan oshib ketdi indirdi. Ko'p almashtiryapsan dollar derdi. O'sha paytda bilsangiz 10 mingga ham qo'yib qo'ygan edi limit banklar. Xullas, karantin paytida ishim rivojlandi. Keyinchalik ahamiyat berdim, to'g'risini aytsam, topgan pulim qarz bo'lmasam bo'ldi dedi menga. Minusda emas, men hamma pulimni ishlatishga boshladim. 6 yil uyda o'tirgan, puli bo'lmagan ayol nima ish qilib ko'radi? Ya'ni ham karantin tugagandan keyin. Karantin tugagandan keyin har kuni pul ishlatishga boshladim. Kuniga 500 ming, 600 ming rasxod qilardim. Oradan qanchadir vaqt o'tgandan keyin e'tibor berdim, bolalarim juda erkalanib ketayotgani uchun. Juda ham erka bo'lib ketishdi. Ular uchun men должен edim. Har kuni kafeda ovqatlanish, har kuni ko'chaga chiqish juda oddiy bo'lib qoldi. O'g'lim bog'chaga borishni xohlamasdi, to'polon qilardi, baqirardi. Keyin men psixolog bilan gaplashdim. O'shanda psixolog bilan gaplashganimda aytdiki, farzandingga dedi qancha ko'p vнимание qilsang dedi, u seni должен deb hisoblay boshlaydi. Bunchalik qilmagan dedi. Ya'ni me'yor bo'lish kerak hamma narsada dedi. To'xtatishni o'rgangan dedi. Endi buni kamaytirishim kerak edi rasxodlarni. Qanaqa kamaytirishim kerak? To'g'risini aytaman, men gap o'ynadim. Ishonsiz, oyiga $500 dan gap o'ynardim. $500 oson qilib berardim. Undan tashqari yana 300-200 baribir o'zi обычный bir oylik rasxodlarim bor edi. Men o'shanda tushunib yetganmanki, demak men oyiga $800 yoki $1000 men ishlatib yuborganman oldin. Pulni tushunmasdan pulim borligini. Keyinchalik o'sha maqsadni qo'yishni boshladim oldimga. Men misol uchun chet elga chiqishni xohlayman. Men endi mendan umraga borishni xohlayman. Men o'zimga mashina sotib olishni xohlayman degan maqsadlar paydo bo'ldi. Va sekin-sekin hamma niyatimga yetishni boshladim. Har doim chet elga chiqqanimda bolalarimni olib chiqdim o'zim bilan. Ma'mura, mana rivojlanaman, imkon topaman degan ayol albatta topadida. Hozir mana ayollarimizda qiziqish paydo bo'lishni boshlaydi-da. Qanaqa qilib bu darajaga keldingiz, nima qildingiz? Siz bilan bog'lanishlari uchun o'sha kommentariyada telefon raqamlarini va ma'lumotlarni qoldiramiz. Bu yerda hozir qanaqa xizmatingiz, qanaqa uslugalaringiz bor ayollarimiz uchun? Qarang, hozir ham Turkiya bilan ishlayman. Turkiyadan mol olib keltiraman. Sotuvchilar, asosan menda sotuvchilar bilan ishlaymiz. Demak, agar sizda ham mana shu nima deydi, tadbirkorlik biznes orqali rivojlanish va qanaqa qilib duh bilan, sababiki oldingizga ketadigan, sizni yetaklab ketadigan insonda kuch bo'lish kerak-da, yoradigan immuniteti bo'lish kerak-da, bo'lmasa foydasi yo'q. O'shanaqa immunitetli ayol kerak bo'lsa, ma'muraga bittada murojaat qilishingiz mumkin. Va yana ham ma'murada shu jihat borki, o'sha bunaqa raketa kabi uchib ketayotgan ayolga qarshiliklar mana shunaqa bu tabiiy narsada, psixologiyada bo'veradi-da bu. Ma'mura mana shularni mana shu paytgacha shu turmush o'rtoq bilan ham, yana qaynona qaynota birga yashash, bu
oson narsa emasda. Buning uchun ayolda juda katta farosat va juda katta kuch bo'lishi kerakda. Shularni ham sizlarga o'rgatib beradilar. Bemalol konsultatsiya tarzidami, o'sha murojaat qilasizlar, qanaqa o'sha ma'lum summalarni o'zlari belgilaydilar, maslahatlashib. Yana qanaqa sizda xizmat turlaringiz bor? Man o'zim Turkiya bilan ishlab ko'rdim. Turkiya bilan ishladim. Keyin qaysidir momentda bo'lar ekan, 5 yil, 6 yildan keyin yengillik xohlab qolar ekan. Bu tabiiy narsa. Bir xilda insonda zerikish paydo bo'lar ekan. Biz ayolmiz. Keyin SMMga qiziqdim. SMM bo'yicha o'qidim. SMMdan keyin logistikaga qiziqib ko'rdim. Logistika, misol uchun logistikada ham 300 dan ortiq o'quvchilarim bor. Logistika sohasida, SMM sohasida ham to'g'risi o'zi baraka fayzli ayol ekansizda. SMM sohasida ham o'zim o'quvchilarim bor. Men prosta nima demoqchiman? Hamma narsa bahonada aslida. Bahona, boshqa narsa emas. Agar xohlasangiz, o'zingiz turgan sharoitda ham rivojlanish mumkin. U eng pastida bo'lgan taqdirda ham. Eng pastida bo'lsa. Hozir mana ayollarga aniq bo'lishi uchun siz nima tashkil qilmoqchisiz? Konsultatsiyalar tashkil qilmoqchimisiz yoki kurslar tashkil qilmoqchimisiz yoki mana shu tayyor kurslaringiz bo'lsa, qanaqa qilib sizga nima maqsadda murojaat shu haqida kengroq? Menda o'z logistika kurslarim bor. Yoki agarda sotuvchilik bilan umuman Turkiya bilan ishlash xohlashsa, men qo'limdan kelgancha yordam beraman. Muammo emas. Men aytganimdek, ayol kishilar rivojlanmoqchimi? Men xursandman. Qo'limdan kelgancha yordam ayamayman. Demak, shu oxirgi tavsiya sifatida aytib o'tamizki, siz uydamisiz, boshqa qaynona bilan yashaysizmi, turmush o'rtog'ingiz injiqmi? Mana bularni kadr ortida suhbatlashib, turmush o'rtoqlari indamay qarab turadigan erkak emasda. Shular bilan ham hal qilyaptilar-da. Shu masalalarda hammasidan ma'muraga murojaat qilishingiz mumkin va siz ham o'zingizni ochmoqchi, ma'mura kabi mana shuncha talanti borda. Endi biz uni ijtimoiy tarmoqlarda tarqatamiz, yordam beramiz, ko'payishiga imkoniyat yaratib beramiz. Sizga ham shunaqa podkastlar kerak bo'lsa, Latofat bilan blogiga murojaat qiling, kutamiz.